Target reklamasini yoqyapsiz, lekin sotuv yo'q, deydilar, sifatsiz va oxir-oqibat pulingizni behuda sarfladingiz. Reklamaga $70,000 sarflab, kompaniyamga 3 milliard оборот qildim. Shu yil davomida reklamaga samarali ishlash uchun universal formula ishlab chiqardim. Videoni oxirigacha ko'ring va targetga qilayotgan xarajatni 20% ga tushiradigan instrument beraman. Meni ismim Hamrayev Timur, 2018-yildan beri marketing sohasidaman. Avvaliga SMM, keyin target, keyin esa marketing bo'limlarini boshqarib kelyapman. Bizda asosiy 5 ta blokimiz bo'ladi va 6-blokimiz siz uchun bonus tariqasida keladi. Birinchi bosqichimiz bu mahsulot yoki xizmat. Target reklamasini yoqayotganingizda bu tushuncha juda muhim. Ko'pchilikka bu tabiiy tuyulishi mumkin, lekin aslida odamlarning 80% aynan shu joyiga jiddiy e'tibor berishmaydi. Shuning uchun ham targeting noto'g'ri yoqiladi, pul ketadi, natija esa bo'lmaydi. Avvalambor aniqlab oling. Siz mahsulot sotasizmi yoki xizmat sotasizmi? Shu bitta savol butun targeting strategiyasini o'zgartirib yuboradi va pulingizni yo'qotib qo'ymasligingizga asosiy birinchi sababi bo'lishi mumkin. Agarda mahsulot sotayotgan bo'lsangiz, strategiyada asosiy urg'u mahsulotingizning foydasi va odamga qanday yordam berishidir. Reklamani ko'rib odam mahsulotingizni ushab ko'ra olmaydi. Shuning uchun target reklamasida mahsulotning foydasini va qanday ishlashini ko'rsatishingiz shart. Shundan keyin esa sotuvga qaratilgan reklamni nastroyga qilasiz. Oddiy real misolni ko'rib chiqaylik. Toshkentda hozircha havo a'lo darajada emas. Odamlar havo tozalaydigan qurilma qidirishyapti. Reklamada qurilmani qanday ishlashini va qanday natija berishini ko'rsatmasdan sirazu sotib oling deb target yoqsangiz, mijozingiz bu menga o'zi kerakmi deb o'ylanib qoladi. Natijada reklamaga pul behuda ketdi, lekin sotuvingiz bo'lmaydi. Agarda xizmat bo'lsa-chi, bu yerda strategiya sal boshqacharoq ishlaydi. Odam xizmat sotib olishidan oldin sizga ishonish kerak. Odamlar siz haqingizda, tajribangiz haqida, kimga xizmat ko'rsatganingiz haqida minimal tushunchaga ega bo'lmasdan turib, sizdan sotib ola olmaydi. Shu sababli birinchi bosqich bu tanitish bosqichi. Avval ishonch, keyin sotuv. Keling endi real misolda ko'rib chiqamiz. Toshkentda hali ham havo yomon. Siz klinik, ya'ni tozalash xizmatini ko'rsatyapsiz. Agar reklamada darrov uyingizni tozalab beramiz deb target yoqsangiz, mijoz nima deb o'ylaydi? Bu kim? Ishi qanday? Qaysi ularni uje ishlab bo'lgan? Shuning uchun to'g'ri tartibda reklamani yoqishingiz kerak. Avval oldingi mijozlaringizga qilgan ishingizning natijasini ko'rsating. Keyin qaysi turdagi uylarni va mijozlar bilan ishlaganingizni ko'rsatib o'tsangiz va faqatgina qiziqish bildirgan odamlarga sotuvchan reklama qaratib nastroykasini qilsangiz bo'ladi. Shunda reklamaga sarflayotgan pulingiz behuda ketmaydi. Siz reklamani to'g'ri tarzda yoqasiz, lekin kerakli odamga va kerakli bosqichda. Ikkinchi bosqichimiz maqsadli auditoriya. Target reklamasida natija bo'lmasligiga yana bitta katta sabab bu noto'g'ri odamlarga reklamangizni ko'rsatib qo'yasiz. Ko'pchilik bitta narsani tushunmaydi. To'g'ri auditoriya tanlanmasa, eng ideal reklama ham sotuvga hech qachon olib kela olmaydi. Maqsadli auditoriya deganda sizni mahsulot yoki xizmatingizda haqiqiy ehtiyoji bor odamlar nazarda tutiladi. Va aynan shu yerda xatoga yo'l qo'yish juda oson. Men o'zim boshida shu xatoni ham qilardim. 2 oy davomida reklamani sal noto'g'ri odamlarga ko'rsatib borardim. Shuni evaziga esa $3,000 dan ko'proq pulni behuda sarflab qo'yganman. Sababi juda oddiy. Reklamani noto'g'ri odamga ko'rsatdim va ularga qiziq bo'lmadi. Oddiy misol bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling, siz Toshkentdagi Malika bozorida faqat iPhone uchun chexol va zaryadkalar sotasiz. Reklamani aynan iPhone foydalanuvchilariga chiqarish kerak, to'g'rimi? Endi xatoni ko'ring. Siz iPhone 15 Pro Max uchun chexolni targetga yoqyapsiz. Lekin reklamani nastroyka qilayotganingizda Android foydalanuvchilarini tanlab qo'yapsiz. Natijada reklama Samsung tutadigan odamlarga chiqadi. Bu odamlar sizdan sotib ola oladimi? Nima deb o'ylaysiz? Albatta yo'q. Ularga umuman kerak emas. Lekin auditoriyani to'g'ri tanlasangiz, vaziyat bittada o'zgarib ketib qoladi. Muammo bor, odamga chexol kerak. Yechim bor. Siz reklamani aynan shu odamga ko'rsatyapsiz. Shunda natijamiz qanaqa? Reklamani narxi arzonlashadi, qiziqish keskin oshadi va sotuv oshadi va eng muhimi, targetga sarflagan pulingiz behuda ketmaydi. Lekin auditoriya to'g'ri tanlash bu shunchaki kimga kerak bo'lishi mumkin degan savolga javob berganingiz emas.
Bu chuqur analiz talab qiladi. Kimlar, qaysi muammo, qaysi motivatsiya, qaysi to'sqinlik bo'yicha auditoriyani segmentlashtirishingiz kerak. Bu analizni Target Pro dasturimizda bir kunda o'tamiz, chunki 50% natija bunga bog'liq bo'ladi. Lekin tezroq amaliyotga o'tmoqchi bo'lganlar uchun maxsus auditoriya aniqlash uchun instrument Telegram kanalimga joylashtirib qo'ydim. U instrument orqali auditoriyangizni juda tez va oson aniqlashtirib olasiz. Hozir ekraningizdagi QR kod orqali bu kanalimizga kirib, o'sha shablonni olsangiz bo'ladi. 3-bosqichimizga o'tamiz. Bu noyob savdo taklifi va offer. Bu bozorda sizni boshqalardan ajratib turadigan va mijozning qarorini siz tomonga yo'naltiradigan asosiy sabab. Men o'zim NSTni tushunmashimdan oldin 3-4 marotaba noto'g'ri sinab ko'rganman. Shu sababli ham targetga ortiqcha pul ketkazganman. Sotuv esa past bo'lgan. Siz esa bu xatoga umuman yo'l qo'ymaslikka harakat qiling. Chunki NST noto'g'ri bo'lsa, auditoriyangizni 1000 bor zo'r tanlasangiz, natija bo'lmaydi. Sodda qilib aytganda, NST bu quyidagi savolga aniq javob. Nima uchun mijoz aynan sizdan sotib olishi kerak? Oddiy misol bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling, siz yana o'sha iPhone chuqovlarini sotib olasiz. Bozorda sizga o'xshagan o'nlab sotuvchilar bor, to'g'rimi? Albatta, to'ppa-to'g'ri. Raqobatchilar nimani taklif qiladi? Oddiy, chexol sotamiz. Bu kuchsiz taklif, mijoz uchun farqi yo'q. Siz bo'lasizmi, boshqa joydan sotib oladimi? Lekin sizda NST bo'lsa, vaziyat o'zgaradi. Misol uchun, siz nafaqat chexol sotasiz, balkim har bir xaridorga telefon diagnostikasini sovg'a sifatida berasiz. Virus bo'lsa, tozalab beramiz. Telefoningizda qandaydir muammo bo'lsa, maslahatingizni ham beramiz. Mijoz nima deb o'ylaydi? Agar men boshqa do'konga borsam, faqat chexol olaman. Lekin bu yerda chexol plus telefonimni diagnostikasini ham qildirib olaman. Mana shu NST bo'ladi. Mana qarorni siz tomonga o'zgartiradigan sabab. NSTni, ya'ni noyob savdo taklifingiz to'g'ri bo'lsa, offer, ya'ni maxsus taklif o'zi paydo bo'ladi. Misol uchun, to'g'ri tuzilgan offer shunaqa bo'ladi. iPhone 15 Pro Max uchun chexol sotib oling. Telefoningizni virus bor yo'qligini bepulga tekshirib beramiz. Aksiya faqat 24 soat ichida davom etadi. Batafsil ma'lumot olishga podrobniy tugmasini bosib, saytimizga kirib ariza qoldiring. NSTni bittada o'ylab topmasligingiz mumkin va bu tabiiy holat, sababi u ham maxsus analiz orqali aniqlanadigan narsa. Target Pro talabalarimiz bu mavzuni yordamchi ustoz bilan ishlab 2 soatda hal qilib o'rganib olishadi. Lekin qisqacha tushuntirib o'tganda, iPhone 15 Pro Max uchun chexol sotib oling. Telefoningizni virus bor yo'ligi bepulga tekshiriladi. Aksiya faqat 24 soat davom etadi. Batafsil ma'lumot uchun saytga kirib ariza qoldiring. Bu yerda nima bo'ldi? Muammo bor, telefon sekin ishlaydi, virus bo'lishi mumkin. Siz yechim berdingiz, yechimingizni plus mahsulotingizga qo'shib qiymat bilan beryapsiz va mijozingiz saytga kirib ariza qoldiradi. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, men saytga kirib ariza qoldiring deb aytdim. Direktingizga emas, lead formni to'ldiring emas. Chunki biz asta-sekin 4-eng muhim bosqichimizga ham yetib keldik. 4-bosqichimiz bu varonkalar. Varonkani noto'g'ri tanlab, target reklamasi yoqib qo'ysangiz, odamlar reklama orqali yozadi, lekin sotib olishmaydi. Narxini so'raydi, o'ylab ko'raman deydi, ammo sotib olmaydi. Shunda bitta narsani men tushundim. Muammo reklamada emas, balki mijoz kelayotgan yo'lidadir. Ko'pchilik bu narsani bilmaydi. Odam sizdan sotib olishi uchun bir necha qadamdan o'tib olish kerak. Agar shu bosqichlar tartib bilan qurilmagan bo'lsa, odamlar yozadi, lekin xarid qilmaydi. Keling endi varonkani qisqacha ko'rib chiqamiz. Birinchi varonkamizni ko'rib chiqsak, direct maqsadiga yoqilgan reklama, eng arzon, lekin eng sovuq mijoz. Reklama chiqadi, odam directga yozadi. Bu yerda odamlar ko'proq yozadi, lekin sotib olishi juda past. Sababi oddiy. Bu odamlar hali sizni ham, mahsulotingizni ham umuman to'liq tushunchaga ega emas. Faqat narx qancha deb yozishi mumkin, lekin hech qanaqa dalish harakat qilmaydi. Bu normal holat, chunki bu bosqich faqat qiziqish bosqichi hisoblanadi. Ikkinchi varonkamiz bu lead forma maqsadiga yoqilgan reklama varonkasi. Odam reklama ko'rib, lead formaga kirib, o'zini kontaktini yozib ketadi. Bu directga qaraganda jiddiyroq, lekin baribir yetarli emas.
odamlar hali sizni mahsulot yo xizmatingiz to'g'risida to'laqonli ma'lumotga ega bo'lishmadi. Bu varonka direktga qaraganda jiddiyroq, lekin hali ham yetarlicha emas. Sababi odamlar hali qiziqish bildiryapti, xolos. Bu varonka baza yig'ishingiz uchun zo'r. Keyinchalik shu bazaga kuchliroq reklama yoqasiz. O'shanda sotuv bo'ladi. 3-varonkamiz bu konversiya maqsadida yoqilgan reklama. Mijoz reklamangizni ko'radi, landing sahifa, ya'ni saytingizga o'tadi, hamma ma'lumotni ko'rib, ariza qoldiradi. Landing bu eng kuchli bosqich. Odam hamma savoliga javob topadi, nima olayotganini tushunadi, kerak bo'lsa narxi ko'radi va shundan keyingina ariza qoldiradi. Mana shu narsa natijaga olib keladi. Men o'zim ham aynan shu joyda o'zgarish sezganman. Qachonki direct lead formangizga reklamani yoqib sotuv kutayotgan bo'lsangiz, adashgan bo'lasiz. Direct va lead forma ularning maqsadi baza yig'ib olish. Baza yig'ilganidan keyin aynan shu odamlarga qiziqish bildiruvchiligi sotuvga qaratilgan konversiya maqsadiga reklamani yoqsangiz, aynan o'shanda kam bo'lmaysiz. Varonkalar bo'yicha qisqacha xulosa qilamiz. Direct arzon, lekin sovuq auditoriya. Lead forma o'rtacha, landing esa eng qiziq va sotuvni olib keladigan varonka. Lekin bitta muammo bor. Ko'pchilik shu 3 ta bosqichni qaysi tartibda yoqishni bilishmaydi. Shuning uchun reklamaga pul ketadi, lekin natija bo'lmaydi. Bu mavzuni chuqurroq o'rganish kerak bo'ladi. Lekin hozirgi videoda bu narsaga men ma'lumot beradigan bo'lsam, ancha cho'zilib ketadi. Bu mavzu juda muhim va buni chuqurroq o'rganish kerak bo'ladi. Bu videoni to'laqonli o'rganadigan bo'lsam, 5 soatlik video paydo bo'lib qoladi. Aynan shuning uchun videoni oxirigacha ko'rsangiz, sizga bu jarayonni to'liq o'rganish yo'lini tushuntirib beraman. Va bu joyda 5-bosqichimizga o'tamiz. Bu reklamani metrikalari. Nega bir xil targetologlar zo'r natija beradi, bir xil targetologlar pulni behuda sarflab qo'yadi va umuman natijani qila olmaydi? 5-bosqichimiz javobini beradi. Targeting metrikalari. Target reklamasida natijani belgilaydigan eng muhim qismi bu metrikalar. Ko'pchilik metrikalarni chalkashtirib yuborishadi va tushunishmaydi. Lekin aslida bu juda oson narsa. Sodda qilib misollar bilan ko'rib chiqamiz. Metrikalar bu reklamani tili. Agar ular nimani aniqlashtirishini tushunib olsangiz, reklama qayerda ishlayapti, qayerda ishlamayotganini bitta qarashda tushunib olasiz. Keling, eng asosiylarini ko'rib chiqamiz. Birinchisi bu CPM, cost per mile. Sodda tilda reklamangizni har 1000 ta odam ko'rishi uchun metaga nech pul to'layotganingizni aniqlashtiradi. Agar CPM arzon bo'lsa, bir xil pulga ko'proq odam reklamangizni ko'radi. Agar CPM qimmatlashib ketsa, pulingiz tez va natijasiz kuyib ketib qoladi. Kuchli targetolog CPM ni boshqarishni biladi. Noto'g'ri nastroyka qilsangiz, CPM osmonga uchib ketadi, to'g'ri nastroyka qilsangiz past bo'ladi va reklamangiz ancha samaraliroq bo'ladi. Ikkinchi juda muhim bo'lgan metrikamiz bu CTR, click through rate. Ya'ni juda sodda tilda tushuntiraman. Reklamangizni ko'rgan odamlardan necha foizi ustiga bosgan. CTR odamlar reklamangizni qanchalik qiziqyapti. Aynan shuni bildiradi sizga. Rasm yoki video yomon bo'lsa, matningiz noto'g'ri bo'lsa, CTR pasayib ketadi. Lekin rasm to'g'ri bo'lsa, muammo va yechim ko'rsatilgan bo'lsa, CTR kattalashadi va odamlar reklamangizga bosishni boshlaydi. Aynan shu narsani sizga CTR tushuntiradi. 1000 ta odam ko'rdi, 100 tasi bosdi, CTRingiz 10%. Uchinchi juda muhim metrikamiz bu landing sahifasini konversiyasi. Bu ham oddiy. Landingga, ya'ni saytingizga kirgan odamlarning necha foizi ariza qoldirgan. Agar landingingiz to'g'ri tuzilgan bo'lsa, odatda 10% dan 25% gacha odamlar ariza qoldiradi. Agar land chalkash, odamlar chiqib ketib qoladi. Targetga tikkan pulingiz behuda sarflangan bo'ladi. O'shaning uchun landingni to'g'ri shaklda tuzish kerak. Landing page, ya'ni veb-saytingiz bu sizni aslida eng muhim sotuvchingiz bo'ladi. Agar landing yomon bo'lsa, odamlar kirgani bilan ariza qoldirmasa, nima foydasi bor? Pulingiz behuda uchib ketadi, bo'ldi. Yana bitta metrikamiz bu CPL. Buni eshitgan bo'lsangiz kerak. Cost per lead. Bu hamma metrikalarning natijasi. Siz sarflagan pulingizga nechta arizani olib keltirdingiz? Agar CPM, CTR va landing konversiyasi yaxshi bo'lsa,
CPL arzon bo'ladi va har bir mijozga ketkazgan pulingiz kamroq bo'ladi. Bu esa reklama dunyosida eng zo'r natija hisoblanadi. Metrikalar bo'yicha kichik xulosa qilib ketamiz. Kuchli targetolog bilan oddiy targetologga farqi aynan shu metrikalarni tushunishda va ularga ta'sir qila olishda. Agar siz metrikani o'qib olsangiz, reklama qachon natija beryapti, qachon pulingizni yeb tashlayapti, bitta ko'rib tushunaverasiz. Bizning talabalarimiz doim shu metrikadan qo'rqib, tushunmayman deb o'ylashadi va doim bitta dona muammo. Reklama yoqilgan, sotuv yo'q, qayerda muammo aniqlasha olmaydi. Keyin esa metrikalarni tushunib bo'lgandan keyin vaziyat butunlay o'zgarib ketadi. Reklamani baholashni boshlaydi. Bir qarashda bittada tushunib olib, qaysi joyini to'g'irlash kerakligini bittada tushunib olishadi. Rasmlarni to'g'irlab ketishadi, matnlarni o'zgartib, landing sahifalarni so'zlamalarini va bloklarni to'g'irlab olishadi. Aynan shu narsa sizga metrikalarni bilsangiz yordam beradi. Do'stlar, bu videoda siz targetni to'g'ri yoqishni asosiy 5 ta qoidalarni o'rganib oldingiz. Bu yerga reklamani yoqayotganingizda eng muhim ma'lumotga ega bo'ldingiz. Lekin bu tushunchani chuqurroq o'rganib va mijozlarni jalb qilishda kafolatlangan holda o'rganmoqchi bo'lsangiz, sizni Target Pro 1 dasturimizga taklif qilaman. Shaxsan o'zimning dasturim minglab tadbirkor va mutaxassislar sinab natijaga chiqqan tajribani siz atiga 10 kun davomida noldan mutaxassis darajasiga o'rganib olsangiz bo'ladi. Gap shundaki, dasturimiz oddiy nazariya emas. Siz bilan shaxsan o'zingizni ustoz ishlaydi va bizning tajribamiz asosida mijozlarni jalb qilish eng tez va samarali yo'lini tanlagan bo'lasiz. Bular esa Abdurashid aka. Targetni noldan o'rganib, hozirgi paytda juda ko'p kompaniyalarga target xizmatini ko'rsatib, o'z qilayotgan maqsadiga erishib oldilar. Natijalarini gaplashadigan bo'lsak, $200 xizmatdan $600 xizmatgacha yetib bordilar. Hozirgi paytda har oyi 7 ta 8 ta target bo'yicha loyiha bilan ishlaydi. Ibrohim aka DYO kompaniyasini SMMchilari bo'lganlar, hozirgi paytda mijozlarni jalb qilish bo'yicha asosiy mutaxassislar. Sababi oddiy. Target instrumentini to'laqonli o'rganib, o'z ishlarida yangi natijalar qilib kelmoqdalar. Bular esa Ahmad akamiz. International School O'zbekistondagi eng katta ingliz tili maktabining rahbarlari. Dasturimizdan o'tib, hozirgi payt o'zini shaxsiy brendlarini rivojlantirib kelyaptilar. Ko'proq talabalarimiz bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, Instagramimda talabalar nomli papka qilib qo'ydim. Kirib bemalol ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Agarda siz ham targetni 10 kunda o'zlashtirib, o'z loyihangizda ishlatmoqchi bo'lsangiz, videoni tagiga kiring. U yerda dasturimizga oldindan yozilish havolasini tashab qo'yganman. Havolani bosib, ro'yxatdan o'tib qo'ysangiz, oldindan joyini band qilgan bo'lasiz va katta yutuqqa ega bo'lasiz. Sababi oddiy. Oldindan bron qilgan talabalarimiz dastur bo'yicha birinchi bo'lib ma'lumot olishadi va eng выгодный narxlarda kirish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Agarda siz reklamani 20% ga arzonlashtirmoqchi bo'lsangiz va maqsadli auditoriyani analizini olmoqchi bo'lsangiz, xuddi shu havolaga kirib, ro'yxatdan o'tib qo'ysangiz, avtomatik tarzda sizni yopiq jamiyatimizga o'tkazib yuboradi. U yerda nafaqat instrumentlar, balki kuchli jamoat, tadbirkor va kuchli mutaxassislar sizni kutmoqda. Do'stlar, e'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.